Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Topdagi barliq qarindoshlarni Alloh salom va mag'firati barakat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni boshlaymiz. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz 20-cho'ng gunoh qimor o'ynash. Bu vaqtda Alloh taolo sura Moidaning 90 va 91 oyatlarida mundaq degan: "Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal silish shaytonning ishi, paskina qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi, sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ldi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yonmamsizlar" deb aniq bayon qilyotdi. Ondan başqa sura Baqaraning 188 oyatida Alloh taolo mundaq deydi: "Bir-biringlarning mollarini nahaq yevolmanglar." Pul tikib ishg'ol o'ynash, shaxmat o'ynash, g'o'sh o'ynash, yanoq o'ynash, tuxum so'qishtirish, kort o'ynash qatorliqlarning hammasi oyatdagi qimor o'ynash degan so'zning ichiga kirdi. Qimor insonlarniki mol mulkini Alloh taolo to'sqan nahaq yo'l bilan yevilishga kirdi qarindoshlar. Shuningga bu oyatda bir-biringlarniki mollarini nahaq yevolmanglar deb Alloh taolo buyurgan. Mana mushkul usullarni qo'llanib, mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, pul tikib o'ynaganning hammasi ig'ir gunoh kirdi. Ig'ir gunoh kirdi. Cho'ng gunohlarning qatoridan bo'ladi. Shuning bu masalada alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Qimorbozlik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisida mundaq sifatlangan: bir turkum kishilar Alloh taolaning milini nahaq buzib chachidi. Ular qiyomat kuni do'zax kirdi deydi. Imom Buxoriy, Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq dedi: kimki do'stiga "Kel qimor o'ynayli" desa, bu so'zning kaforati uchun sadaqa bersin. Birlikka hadis. Aşı gap o'ynamay, hatto qimor o'ynamay, "Kela qimor o'ynayli" desa, uning kaforati uchun sadaqa bermasa bo'lmaydi deydi. Faqatla "Kel qimor o'ynayli" deyishning o'zi kaforat berish yoki sadaqa qilishga vojib qilgan yerda qimor o'ynashniki qanchalik darajadagi ig'ir gunoh ekanligini o'zimiz bilib olsak bo'ldi qarindoshlar. O'limalarning pul tikib ishg'ol o'ynashning haromligi to'g'risida fikr berdik. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki ishg'ol o'ynasa, go'yo qo'lini to'ng'iz go'shiga va qiniga bo'yagandek bo'ladi degan. İmam Muslim, Abu Davud, İbn Majah ve İmam Ahmed rivoyat qilgan hadis. Kimki ishg'ol o'ynasa, Alloh va uning payg'ambariga osiylik qilgan bo'ladi degan. İbn Majah, İmam Hakim ve İmam Ahmed rivoyat qilgan hadis. Shuningga qarindoshlar diqqat qilishimiz kerak. Diqqat qilishimiz kerak. Qimor o'ynashning ne kadar ig'ir gunohligi Qur'on hadislarda bayon qilinadi. Bayon qilinadi. Sura Moidaning 3-oyatida Alloh taolo mundaq degan: "Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ldirilgan hayvon, urib o'ldirilgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ldirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turli hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlar halol bo'ladi. Hamda butlarga ilib berilib, uning yanida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi." Ya'ni jaholat davrida pal uchun ishlatilgan parça yog'ochlar va boshqa narsalar bilan pal serishlarning hammasi harom qilindi
deb aniq bayon qilingan. Aniq bayon qilingan. Shuningga qimor o'ynashniki ig'ir gunoh ekanligi hamda bu oyatda uningdan boshqa halol harom to'g'risida aniq bayonlar va go'sht mabubmi g'arb ellarda yashayotgan qarindoshlarimizning ba'zan qarindoshlar to'qni yotqizib yoki bo'lmasa ashada etib turib bo'g'izlagan hayvonlarni harom deb joyli qilib chiqtirib oladi. Bu masalalarda biz o'zimiz bo'g'izladik. Ba'zan shunday qushqonlarga berib men avval bo'g'izib olaman, sen undan etib olsang bo'ladi qolisiga deb shunday qilib kelishganlarimiz bor. Ammo to'qni yotqizib ko'rsatib qo'ydi 4 minut, ya'ni 4 sekund buni to'q o'tkazsa o'shidan ketadi, undan keyin bo'g'izlab olsang bo'ladi deb 4 sekunddan keyin qarab turdi, qarab tursak qo'pab shu qo'y qo'pab ketdi. Mana shunday ahvolni ba'zilar to'qni o'ltirib qo'ygan nima yo'q bu deb joyliq turib oladi. Ammo o'lab qolmaganlar bo'lsa, harakat qilayotgan bo'lsa, jini chiqmagan bo'lsa, uni darhol bo'g'izlab olsak halol bo'lganligi aniq. Mana Qur'onda bayon qilyapti. Bu masalaga qarindoshlar diqqat qilsak bo'ldi. Qo'shimcha ama Allohning buyrug'ini eskartib qo'ydik. Yevropa ellerinde, G'arb ellerinde yashayotgan qarindoshlar uchun bu intayin muhim ahamiyatga ega masala. Shuningga qarindoshlar, qimor o'ynashning cho'ng gunohlar qatoridagi eng cho'ng gunohlarning biri ekanligini obdan bilib olishimiz kerak. Bilmagan qarindoshlar u yerda az pulga kichkina bu o'yinning o'rniga deb qimor o'ynasak ig'ir gunoh sodir qilganligimizga diqqat qilishimiz kerak. Qiyomatda shuni hisob berildi. O'ynabsan-ku demaydi. Shu o'ynash, qimor o'ynash degan gapning o'zi o'ynash. Oynama deb buyruq qiladi. Cho'ng gunoh bo'ladi deydi. Shuningga qimor o'ynamay o'zimiz boshqa ishimizni qilsak bo'ladi qarindoshlar. Darslarimizni Alloh taolo barliq qarindoshlarimizga manfaat qilib bersin. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizni hidoyat qilsin. Allohning yo'lida aqidasi pokiz, e'tiqodi mustahkam bo'lgan ahli sunna val jamoa musulmon mo'min bandalardan qilib bersin. Hammalarga ko'p rahmat. Allah ko'p ajrlarni bersin.